Mana assalomu alaykum подписчиклар, sizlarga mana jeleli nasos ko'rsatmoqchi edik. Shenji ishlayapti ekan, lekin suv chiqazmayapti. Buning uchun chuqlab kovlab ko'rish kerak emas, oddiy narsalardan boshlash kerak. Jumladan mana shu yerda setkasi bo'ladi, ochib ko'rish kerak. Yopilib qolgan bo'lishi mumkin, ichida suv bo'lmashi mumkin, havo tortib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni bir chekasidan boshlaymiz. Mana uchotchik. Ko'chadan suv kelgan, bu yoqqa kirgan. Mana tepadan aylanib o'tish funksiyasi ham bor ekan. Buni ochsa tepaga o'tib ketadi. Bunaqada suv chiqyapti, lekin nasos davleniya bermayapti. Hozir ko'ramiz nimadaligini, aybini. Mana подписчиклар, aybi aniq. Mana bu yerdagi setka har xil o'simtalar bilan yopilib ketgan. Shuni hisob qilib torta olmayapti. Mana bunaqa o'tlar bilan yopilib ketgan. Hozir tozalaymiz, chatga ishlaydi. Mana bu yerini ochamiz, подписчиклар bilan. Ochiladi. Keyin har bir nasoschi metada filtri bo'ladi, mana setkasi. Mana setkamiz buni yopilib qolibdi. Tozalaymiz, joyiga qo'yamiz, suv to'ldiramiz, ishlayveradi. Mana подписчиклар, nasos ishlashni boshladi. Mana napor bilan suv tushyapti. Shuning uchun usta chaqirishga darrov usta chaqirmasdan o'zingiz ham harakat qilib ko'ring. Oddiy narsalar bo'ladi. Salomat bo'ling.